Imom Buxoriy vaqfiga bu yordam uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qishning sovuqdan bizni asrab turadigan mana shu yangi chodir uchun ularga Alloh baraka bersin. وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك Allohning izni bilan chodir o'rnatish loyihasini davom ettirmoqdamiz. Bu 6-chodir bo'lib, Imom Buxoriy vaqfi tomonidan moliyalashtirilgan yordam loyihasi doirasida o'rnatildi. Alloh ularni baraka bilan siylasin.